Assalomu alaykum, qadrli YouTube muxlislari, qadrli obunachilarim. Meni endi ko'rib turgan kanalim mehmonlari. Endi ko'rib turgan kanalim mehmonlariga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib, qo'ng'iroqdan bosib qo'ysanglar, yangi videolarimiz chiqib turadi. Shularni ma'lumot kelib turadi. Ko'rib turasizlar. Xo'p, bugungi mavzumiz sizlar bilan tanishib, ko'rsatib o'tadiganimiz bedana so'yish jarayoni bo'ladi. Mana hozir 500 ta bedanamiz tayyorlab olganmiz. Pastda turibdi va qafaslarda turibdi. Ularni sekin olib so'yishga tayyorgarlik ko'ryaptik. Mana apparatlarimiz tayyor, issiq suvlarimiz tayyor, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, nimaga so'yasiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bular уже tuxumdan qoldi. 10 oylik bedanalar. Foizi tushib ketdi. Foizi tushib ketgani sabab so'yaptik hozir. Xo'p, sizlardan so'rab qoladiganimiz like, podpiska, yaxshi nimalarni tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Savobga teng sherik bo'lib qolishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, bo'lmasa biz boshladik. Sizlarni o'sha qanaqa so'yish kerak, qanaqa suvda o'tish kerak, qaysi suv solish kerak apparatga solganda o'shalarini ko'rsatib o'tamiz, tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa biz boshladik. Xo'p, bo'lmasa biz boshladik. Qaychilarimiz tayyor. Bedanalarimiz tayyor. Mana bir ikkitalari qiyshayib qolgan, patlari to'kilgan, qari bedanalarimiz tuxumdan qolgan. Shunaqa edi endi. Xullas bedanani olasizlar, chap qo'lingizga olib, bismillah Allohu akbar deb bo'ynidan mana shunaqasidan qarsaytib uzaverasizlar-da mana. Pastga ham hozir tayyorlab olganmiz. Xuddi shunaqa so'yaverasizlar. Hozir biz endi so'yish jarayonini ola olmaymiz, neki bu mumkin emas, bloklab qo'yish mumkin. Hozir so'yib olaman, bu yog'ini yana dalish ko'rsatib boraveraman. Ungacha hozir pauzani bosib turamiz. Xo'p, mana so'yib oldik. Endi bularni mana bunaqa qilib chovliga olib olamiz. Xo'sh, bularni mana 6 tasini birdaniga apparatimiz udar. Kimga kerak bo'lsa zakazga ham yasab beraveramiz. 1 yil servis garantiyasi bilan motoriga javob. Mana bedanamiz 6 tani soldik. Endi kelamizda suvimiz tayyor. Bunga uvutamiz. Boya biz tayyorlab 5-6 ta so'yib olgandik. 5-6 ta emas, bir 20 tacha so'yib oldik. Keyin video tayyorlagim kelib qoldi. Bir ikkita murojaatlar bo'lgandi kommentariyada. O'shaning uchun bir video tayyorlab olaylik yana bir marta deb. Xo'p, mana suvga mana shunday uvutib, bitta ko'tarasizlar. Yana bitta tashab, yana bitta ko'tarib olasizlar. Bo'ldi, tayyor. Bedana tayyor. Suvimiz gradusi 60-65 bo'ladi. Keyin olib kelamiz mana apparatga. Olib kelamizda apparatni yutib olamiz va tashiymiz. Shu jarayonda 1 minut turadi. Ungacha suv qo'yamiz. Mana 15 sekund, 10 sekunddan keyin suv quyib yuboramiz. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar ancha naqa bo'lib qoldi, patlarim tozalab qoldi. Endi bu yog'iga yana bitta ustidan quyib yuboramiz. Ozgina kutamiz. Yerda menimcha 1 minut ham ketmadi. Xudo xolasa mana bedanalarimiz 3%, 2% mana shunaqa nimasi qoladi mana baribir. Atak tozalab beraveradi mana. Endi bular qari bedanalarimiz bo'lganligi sabab ozgina pati qoladi. Bu tabiiy hol. Mana go'shtimiz tayyor. Endi buni olib kelamiz edi. Bu yoqdan bu odamga tashlaymiz. Bu yerda bitta odam o'tiradi, qolgan patlarini ruchnoy, yana bir qo'l qolgan patlarni yurib tashlaydi mana. Yengil ko'rib chiqiladi, mana shunaqa qilib yengil ko'riladi, bo'ldi. Mana tayyor. Va yana bitta oddiy suvga mana toza suvga o'tkaziladi. Bu yoqdan keyin ichini yorishga o'tiladi. Ichini yorishga. Buni ham hozir ko'rsatib beraman. Qanaqa yorish kerak, nima qilish kerak. Xullas, qaychimiz
bor edi. Mayli. Hozircha bu qaychida ishlab turamiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Xo'p. Bizda hali yoruvchimiz tayyor bo'lmadi. Ungacha men sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana shunday olasizlar, mana shu orqa tomonidan bu yoqqa qaratib yoramiz. Va mana shunaqalardan olib ichak chavog'ini chiqarib tashlaymiz. Mana sariq tuxumlari chiqib kelyapti. Uje yaxshilab qarasanglar jig'ildoni bo'ladi. Hozir buni ham bir fishkasini o'rgatib ketaman, jig'ildonni taktiga bilan olib olishni. Xo'p. Mana tayyor. Bo'ldi. Bedanamiz tayyor. Keyin yana bitta chelakka o'tkaziladi bu. Xuddi shunaqa qilib olinadi. Mana oyoqlarini olib tashlaymiz. Shu yerda o'zida oyoq olinadi. Bo'ldi, tayyor. Yana bir marta bu boshqa chelakka solinadi. Ya'niki bo'ldi. Mana bu chelakka solinar ekan. Bu yoqda suvimiz tayyor. Bu yoqda yana bitta odamimiz bo'ladi. Buni ichini yuvib, mana ichlarini yuviladi, mana bunday qilib. Xuddi shunaqa qilib yuvib suvdan suvga o'tiladi. Xuddi shunaqa, mana ko'rdinglarmi? Toza bo'lyapti. Mana bedanamiz idealni bo'ldi mana. Va eng oxirida mana bunaqa suvga tashab qo'yiladi. Xuddi shunaqa suvga tashab qo'yiladi. Shu yerda 2 soat, 3 soat suvda yotadi. Obdon bu yoqdagi qonlari, qolib ketgan qonlari chiqib bo'lgandan keyin olinadi u yoqdan. U yoqdan olinib olib borib taroziga qo'yib, gram-gramini hammasini har xil gramli bo'ladi. Hammasini ajratib, upakovka qilib, morozilkaga tiqiladi. Xo'p. Bugungi sizlarga beradigan ma'lumotimiz xuddi shunaqa. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerda Telegram bor. Aloqaga chiqsanglar, batafsil o'rgatib boraveraman. Kimga qanaqadir tushunmagan joylari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan Ro'ziyev Azimjon bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.